Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, obunachilar. Mana bugun 16-mart holatidagi Farg'ona viloyati Bog'dod tumanidagi ishlarimiz sizlarga mana yaqindan ko'rsatyapmiz. Narxlari bo'yicha tanishtirib qo'ymasak, hozirgi narx 850 so'm bo'lyapti. Ko'pchilik eski videolar ko'rib 700 so'm deyilgan, 750 so'm deyilgan degan narsalar ko'p bo'lib turgani uchun mana yangi chiqib turgan g'ishtlarni sizlarga ko'rsatib, xudo xolosa mana shu g'ishtlardan dastavka qilib beramiz. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Vodiy bo'ylab Hovvoda Kamazda bemalol yetkazib beraveramiz. 5000 talik, 10000 talik. Xudo xolosa g'ishtlarimizning holatlari mana zo'r. Kerak bo'lsa, mana shu internetga qo'yilib turgan pechatsiz g'ishtlarning ichida eng zo'ri. Misol uchun olib borib turganlarni bemalol kuzatib ko'rishlari mumkin. Hammasidan ham zo'r qilib borib beramiz. G'ishtlarimizga garantiya beramiz. Ichiga ko'mir qo'shilgan, 10%, 20% sho'r chiqishi mumkin deb aytamiz, lekin umuman sho'r chiqmasligi ehtimoli ham bo'ladi. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Rossiyadagilar ham bemalol Telegram, WhatsAppdan telefon qilishlaring ham mumkin. Bemalol javob beramiz. Kimnidir telefonini ko'tara olmay qolsak, zakaz ko'pligi uchun olib bora olganimiz yo'q. Anchadan beri telefon ko'targanimiz yo'q edi. Endi bemalol yetkazib beramiz. Telefon qilaverasizlar. Pul o'tkazish, naqd pul, plastik kartadan bemalol hammasidan ham nima qilishlari mumkin. Perchisleniya hamma yo'g'i bor. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar. Vodiy bo'ylab yetkazib beramiz. Mana 5000 talik Kamazlar ham bor, 10000 talik mana Hovvolar ham bor. Kimga shunday g'ishtlar kerak bo'lsa, vodiy bo'ylab yetkazib berishimiz mumkin. Narxlari hozirgi kunda 850 so'm bo'lyapti. Dastavkasi bilan qo'shiladi. Manzilini aytasizlar, manzilini aytganlaringdan keyin narxlarni chiqarib beramiz. Lekin narxi joyida 850 so'm.